Tomosha qilayotganingiz Fakt 24 dasturi va biz eng sara faktlarni taqdim etishda davom etamiz. Hozirgi faktimiz qishloq xo'jaligiga oid. Qishloq xo'jaligi vazirligi koreyalik hamkorlar bilan sun'iy intellekt bilan boshqariladigan yuqori texnologiyaga asoslangan issiqxonani ishga tushirdi. Ushbu issiqxonada mamlakatimizda ilk bor ekib yetishtirilgan Koreya seleksiyasiga mansub qulupnay navi ham taqdimot qilindi. Mavzuni esa hamkasbimiz davom ettiradi. Qishloq xo'jaligi vazirligi va Koreya Respublikasining Firmit kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ushbu loyihaning noyob jihati shundaki, bu issiqxona aqlli bo'lib, u sun'iy intellekt asosida boshqariladi. Sun'iy intellekt orqali bu yerdagi ob-havoni sharoitlari, iqlim sharoiti, yerdagi sharoitlar va bunga qanday zarar kunanda kelyapti yoki qanday kasalliklar kelyapti, hammasini sun'iy intellekt orqali boshqariladi. Yuqori darajadagi zamonaviy texnologiya, sifat va samara ham shunga yarasha. Ekspertlarning ta'kidlashicha, koreyalik hamkorlar tomonidan $130 ming qayta rekonstruksiya qilingan ushbu issiqxonaga ekilgan qulupnayning navining hosildorligi ham an'anaviy navlarga nisbatan 2 barobar yuqori. Masalan, bizni o'zi oddiy teplitsalarimizda bugungi kunda 40 tonna, 45 tonnagacha yuqori hosildorlikka erishilyapti deyotgan bo'lsak, mana bu texnologiya orqali 1 gektaridan 75-80 tonnagacha hosil olinyapti. Ya'ni mana oddiy qilib hisoblaydigan bo'lsak, 1 gektarda o'rtacha 80 ming dona ko'chat ekilgan bo'lib, har bir ko'chatdan 1 kilodan hosil olinganda ham 80 tonna hosil olinadi. O'rta hisobda 150 so'mdan bo'lganda ham 1 milliard 200 million so'mgacha 1 gektardan daromad olish mumkin bo'lyapti. 저는 2017년 10월 20일에 창업을 했습니다. Biz tuproqda emas, asosan gidroponika, ya'ni suvda yetishtirishni qo'llaymiz. Sababi tuproqda yetishtirilgan ta'm bir xil bo'lmasligi mumkin, lekin gidroponikada ozuqa bir xil berilgani uchun ta'm, meva va hosil ham bir xil bo'ladi. Shuning uchun bu bizning asosiy prinsipimiz. Bu usulda suv va ozuqa miqdorini to'liq nazorat qilish mumkin. Natijada qulupnay yanada mazali bo'ladi. Bizning asosiy texnologiyamiz yetishtirish retsepti. Bu degani har bir fermer bir xil usulda ishlaydi va bu jarayon markazdan boshqariladi. Chunki yer osti suvi har joyda turlicha, bu esa ta'mga ta'sir qiladi. Biz buni o'z dasturiy ta'minotimiz orqali bartaraf etamiz. Shu tufayli ta'm yanada yaxshilanadi va barqaror bo'ladi. Bizning nav xususiyati shundaki, mevasini katta ham, kichik ham qilish mumkin. Brix darajasi 12 bo'lib, juda barqaror. Shakar miqdori yuqori va harorat oshgan sari ta'mi yanada yaxshilanadi. Shu sababli biz O'zbekiston sharoitiga mos navni ishlab chiqdik. Bu ta'mni tatib ko'rsangiz juda shirin va biroz qattiq. Shuning uchun O'zbekiston aholisiga juda yoqadi deb o'ylaymiz. Shu bilan birga u yuqori narxda sotilmoqda. Uni premium qulupnay deb ham hisoblash mumkin. Tansiq rezavor meva sanalgan qulupnay yaqinlargacha yurtdoshlarimiz tomonidan shunchaki havas yoki mavsumiy daromad uchun yetishtirib kelingan. Bugun esa qulupnay yetishtirish haqiqiy biznesga aylanib bormoqda.